Assalomu alaykum. Mana ko'rib turibman hammaga. Yana bu yerda yodlaringiz bo'lsa 3 dona uyni video tashladim. Shunda davomini qo'yib turibman. Bu 4-uyim. Hali fasad qurib, puba qurilib turibdi. Travetini endi sapiladi. Xalasa o'zi boshqa narsalarni qo'ymasa o'zi qo'yaveradi. Do'rimda Bildir to'yxona. Benim pochta. Bu yerda 18-28 o'tadigan yo'l. Qizil Shipirni Aryana. Sputnikni 18-28 marshrutkasi yuridan yo'li. Salarakda poliklinika bor, maktab bor, bog'cha bor. Mana shu yo'ldan kirib keladi. Men oldingi videolarimda ko'rinib turibdi yo'li. Xo'p, ichini ko'rsatsam. Eshiklari bu boshqacharoq eshik qo'yildi. Berigi eshiklarga qaraganda salgina farqi bor. Bismillah, ichine giramiz. Girganimizda shuning 9 metre 570 dalan. Eshikimiz pastda, giradigan yeri. Hamma narsani ishlab turibdi. Suv, sovuq suv, hamma narsasi bor. Birinchi etajimiz ham, ikkinchi etajimizdan plita bilan bosilgan. Bu yonimiz og'och bilan bosilgan. Xo'p, lyustralar qo'yilgan. Dalandan to'g'ri zalga kiramiz. Zalimiz 470 ga 570 ga tushgan. Zdaniyaning uzunligi 12 metr qurilgan, o'rtada 40 santimetre bilan shunday razmerga keladi. Oynalarimiz sifatlidan qo'yilgan, podokondiklar qo'yilgan. Birinchi etajimiz ham 100% tepli pol. Ikkinchi etajimiz rezistorlar bilan jihozlangan. Eshiklarimiz yaxshi eshiklar qo'yildi. Uylarga baho berasizlar o'zlaringiz. Xo'p, bana o'tadigan bo'lsak, zinamiz ikkinchi etajdan zina joyimiz. Zinamiz shu yerdan ketadi ikkinchi etajga qarab. Hozirdan chiqib ko'rsataman. Iloji boricha videoni qisqaroq harakat etaman. Bu yerda sveta отдельный, kuxnya sveta отдельный yanadi. Bundan kirib kelsak, ko'rtusizlar koridorimiz keng. Bu yerimizda sanuzel joylashgan. Bu yerda bir dona parda, yo bo'lmasa yarim metr oyna qo'yiladi. İkisidan bir variantı bor. Semistitlerimizden yaxshisidan qo'yildi. Semistitlerimiz zo'rdan qo'yildi. Gradustiklar bilan yashatib turadi o'zi. Montazlarimiz koko qo'yildi. Semistitlar ham mazasi yaxshi narsalardan qo'yildi. Bunga qo'yadigan salon safetga qo'yilgan ham mazasi bor. Xudo xolasa divoxlar bor. Tartib turadi vitichkalarini. Xo'p, bu yana o'tsak, bu yerda tepli polni ligrovkalar joylashgan. Bu yonimizda kuxnya joylashgan. Dimoxot отдельный tartib turadi postoyanni. Bu yerda vitichka uchun отдельный tochka tashalgan. Vitichkani tokuna na qo'ymaka. Tefal qo'ymaka отдельный, dasbetani отдельный, kotelnik отдельный, холодильник отдельный, hammasini отдельный rozetka qo'yilgan joyimizda. Bu narsa o'ndi plasmas panel emas, kafel. Joyimizda 100% sifatli mahsulotdan foydalanishga harakat etdik. Oboylarni ko'rib tursa super mo'sh oboylar. Vaqt tarafimiz shuni kichkina vaqt tarafimiz bor, mana kichkina ham bo'lmaydi, 3 metr. Liboy narsa qilsa bo'ladi. Xudo xolasa orqadan svetlari bor. Tak, yana o'tadigan bo'lsak, zinam te uborga bo'lmaydi debdi-da. Shuna tushirib qo'ygan, kichkina yer, ma'lum. Bankasini aka qo'ymaka. Bismillah. Yana bu yana ikkinchi etajimizdan chiqadigan zinamiz. Zinamizdan da sifatli oldu. Cıkırda yani hakkımız savaş çıkarılan halatla uçuramadı. Eşiklerimiz hoşuna bir lot duradı. İkinci etajımızda görünüşü lüstraya bakabilirsiniz. İkinci etajda çıkkanın doğru da bir D2 spanyamız var. D2 spanyamızdan küçük emez. 3 metre, 4 metre. D2 spanyamız. Simitleri var. Ben çıkadan basak 2 iş 10 çarpı buladı. Hem bir de iş şunu yaxşı işlerden koyduk. İkinci etajda отдельный sanuzel. Azıcık joylashgan. Bir ham shunday xuddi shunday semistitr, ko'konitas. En zig'i tartibdan narsa qo'yamiz deymilar. Kirmashini qo'yamiz deymilar. Shuning uchun toshga tashlab ketildi отдельный. Yurib tursa bir dona turba ko'rinmaydi. Hammasi divanning ichida yevratib o'tirildi. Bu ham ko'pli pul bo'ladi. Yaxshi, katta zalga kiramiz. Ikkinchi etajdagi joyimizda shunda 2 spalni, 2 zal,
Dalan, kuxnya 2 monitorga tushib turibdi. Ikkinchi etajdagi zal joyimiz. Iloji boricha xonalarga dinli uchun vid berishga harakat etdik. Bir xillikqa uchramaslik uchun har joyimizga har xil vid berdik. Yurtda aboylardan har joyga har xil. Bu yana o'tsang boshqacha dönadi, bu yana o'tsang boshqacha dönadi. Yandan qarasa boshqa gul, oldindan qarasa boshqa gul, yonboshdan qarasa boshqa gul. Aboylarni ustalar ichine bakab ko'rsatlar. Bu yerdan shuna 1 2 3 joyda rozetka bor. Bir dana 2 dana rozetka tashlab ketilgani yo'q. Her joyga dini bo'ldi xudo xolasa. Bu yon tomonga girsak, yana bir spalni joyimiz. Bu spalni joyimiz ham boshqacha boy, registr, podokонник. Bu yerimizning razmeri 470 ga 4 metr bo'ldi. Bu ulli spalni. Xolasa zaldan spalni foydalanishi mumkin. 3 tane spalni gerekli adam bo'lsa. Kimga joyimiz qiziq bo'lsa, dokumentlarimiz 100% tayyor. Doğru adı o'tirib beramiz notariusdan. Dokumentlar buyungan ertaga kelgan gap bo'lmaydi. Biz ella dokument taqdimiz. Keyin joyni quramiz. Svetni e'tiborlasizlar test yapadim, tepadan o'chiraman. Yana payda tushib yoqiladi. Yana tepada yoqib pastdan o'chiriladi. Oynaklarni qilganmiz, qo'ldan kelgancha. Buni yoqib qo'ysam bo'ladi, sal qarang'isa buni ham yoqadi. 30 dan lampochka joylashadi ekan, lyustrasini o'zim ham yoqdim to'g'risi. Aytib o'tishdan chiqibdi, kondisioner uchun din tochkalar tashalgan joyimizda. Bu yerda xalosa bu yerda rozetka. Rozetkadan ko'p odam qiynaldi-da, shuning uchun rozetkalardan bu safar avvalgi aytgan xatolarni takrorlamasa harakat etdik. Bu yerdan bir rozetka bor. Bu yerdan ham kondisioner uchun отдельный tochka bor. Bizning Xorazm issi. Shuning uchun bu emlatgandan boshqacha ko'rinadi ekan. Bu aboyni ham shu saylab olgan narsalarimiz. Telefonda bilan yozib qo'yamiz ekranda, kimga qiziq bo'lsa. Puli $62,000 aytilib turibdi. So'raganlar ko'p, 58,000, 59,000, 60,000 so'rab tutdilar. Iloji boricha naqd pul sotamiz joyni. Yo'q, naqd pul usulida etamiz. Salgina variant etib beradigan odamlar bo'lsa, variantdan ham kelishamiz. $62,000 aytilib turibdi, kelishadi. E'tiborlar uchun rahmat.